Muhterem vatandaşlar, hammalarga Allah'ın salamı, rahmeti, hayreti olsun. Hüdayla ekranı hoş geldinler. Körüvatkanlar Kur'an'dan Nezir programımızın 78. sani. Biz mezkur programını başlagandan bu yan Kur'an merkezlik iddiası bilen, yani Kur'an'ı merkez kılgan din düşüncesi bilen günümüzge kadar İslam namı bilen düşüncelerimizge qaytadan qarab chiqish, İslam namından singdirilgan aqida, e'tiqod, ibodat her tür, her sohalarga Qur'onni manba qilgan dalillar asosida kunimizga qadar bilganlar uchun oz emas, yani ko'plagan uchurlarni berdik, uchurlarni berdik. Izlanuvchilardan xursand bo'lg'uvchilar, ekranning orqasida turib xayriyat ishlarimiz uchun duo qiluvchilar, do'st yaranlarning aloqalardan ayrılıp kılıştan ensirep mahfiy şekilde özlerindeki iddiasını yoşurup bolsunma programmalarımızda taqiq qilayotgan do'stlarimizning mavjudligidan bellangan ma'lum. İslamning avangardlari aslidagi gullangan zamonlarda chang chiqargan, to'pshan chiqargan, nom chiqargan nurg'unlardan yanada qadrlik ve hürmetlik, izzetlik, neticelik, berketlik bo'lganligini ko'rib kelgan edik. Sebebini haqiqiy yashash orqali haqiqatni o'tirg'a chiqarishda bo'ron chapqonga maydasini kelib chiqaradiganlarning qanchalik badallarni to'lashga majbur qolganligini his qilib turibdik. Bugun vaqtinglarga yana bir yangi tema sunildi. Bizga Qur'onni markaz qilgan tushuncha asosida maydonga kelgan nurg'unlagan fiqiy, ya'ni hukm chiqarish, qonunshunoslik ta'rifotlarida Qur'ondan qanchalik uzoqlashib ketganligimizga nazar solishdan bekirak Qur'onni tafsir qiluvchilarningki sharhiylarining orqasidan izlaydigan, ularning hayvitidan qo'rqib, shularning ko'langisidan chiqolmay, o'zi va aqliga bo'lgan ishonchisidan ularga bo'lgan itoatmanligi, qoyilmanligi ishib ketgan do'stlarning ta'sirida kunimizga qadar Qur'onni fiqhini, ya'ni Qur'on asosida o'rganishga imkon bo'lmay qoldi. Umidimiz shuki, bugungi programmada biz usul fiqhini Qur'on tushunchasi asosida bir o'rganib chiqamiz inshaalloh. Buning bilan yana ko'ni qatmal tushunchalarimizga yangi bir pardani ko'tarib o'tishimizga muyassar bo'la olsak, ajib emas. Ekranimizda Kerim Zoir ustoz. Assalomu alaykum ustoz. Aleyküm selam. Allah'a şükür. Kandak teçiman tullama. Biraz uzun qaynab qoldim. Ekranga chiqmay bechiqib qolgandek. Xayr. Bugun do'stimiz Abdulazizning biroz uzr so'rab qolganlik tufayli uzoqda safar munosabati bilan ekranga chiqolmay qoldi. Yana xizmatda men zapas chaqirib turdik. Xo'sh, bugun undaqda sizning sunishlarda usul fiqh haqida tushunchalarimizni yangilaydigan, xatolarimizni to'g'rilaydigan bo'lgandik. Marhamat, so'z sizda. Selamun aleyküm. Dünyanın ayakası yerleri hürmetli qarindoshlar. Hammalarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Ahmetcan degandek, biz bu atkan ishlarni Qur'oni Karimdagi prinsiplarga tatbiqlamasdan insonlarning qilgan ish harakatlarga yoki qilganmish degan ish harakatlarga tatbiqlash orqali yoki bo'lmaydi shuni o'ziniki qayoshi bo'yicha hukm chiqarsa shunga rozi bo'lish orqali davomlashib keldik. Yani bu tarixda, uzun tarixdan buyon shunday bo'lib keldi. Ammo payg'ambar alayhissalom zamonasida Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Osman, Hazrat Ali'ninki zamonlarida hech qanday bir o'zi payg'ambar alayhissalom qilgan ishlarga yoki sahobalarning qilgan ishlarga tatbiqlaydigan yoki ular o'ziniki qayoshi bo'yicha bir hukm chiqaradigan bunday bir odatlar bo'lmagandi.
Yani bu aşu halifilniki tarixini, Peygamber Aleyhisselam tarixini okusa nayet yaxşı düşenili oldu. Keyinki zamanlı degan vaqtida Qur'oni Karimni tercim qilgan vaqtida sababi nuzulga asoslanib tercim qilish nayet to'g'ri bo'ladi degan bir fatvolar chiqliq. Sababi nuzul deganni bir oyatniki tushish sababi. Yani nima masala uchun, yani nima qanday bir masalani hal qilish uchun tushdi. Yani tushgan shu sababini bilsak, u vaqtda biz o'ng'ayla uni hal qila olamiz masalani deb, shunday bir o'zi yo'llarni tutgan. Uni o'zi izlagan vaqtida 114 surniki hattoki Makka Madina tushganligimi ba'zan surlar Makka tushgan bo'lishi mumkin yoki Madina tushgan bo'lishi mumkin degandek shunday ehtimollar bor. Aralıktaki oyatlarniki qaysi masalaga qarta tushganligi to'g'riliq %15% yetmaydi. Yani 6600 qancha oyat. Shu oyatning ichidan hisoblab ko'rsa, sebab nima sebab nuzul oyatniki nima masala Nazil bo'lish sabablari. Shu sabablarning o'zini tadqiq ko'rgan vaqtda aniq mana shu masalani hal qilish uchun tushgan degan qarta oyat %15% yetmaydi. Ya'ni 6000 oyatning ichida 6600 oyatning ichida yig'ib to'ysa 100 tal oyat chiqadi yo chiqmaydi. Shu sabab nuzuli aniq bo'lgan oyat. Qolgan 6500 oyatniki ish qosniki to'liq o'z sabab nuzuli, ya'ni aniq bo'lgan sabab nuzuli hech bir zaman mavjud emas. Chunki bu sabab nuzulni Payg'ambar alayhissalom hayot vaqtida ma oyat ma sababdan tushdi, ma oyat ma sababdan tushdi deb yozdirmagan, ham Alloh taolami uni yozishga ruxsat qilmagan. Buniki sababini biz sebab nuzul degan bir mavzuda so'zliq deb o'ylayman. Buning sababi qanday degan vaqtida nima uchun uni yozdirmagan degan vaqtida agar uni yozdirgan taqdirda o sebab nuzulning o'zini ma oyat shu masalani hal qilish uchun tushgan deb shu masalaningki sababini yozdirib qo'ygan vaqtida hozirgi diniy olimlar u oyatni faqatli shu masalaga xoslashtirib olib hozirgi zamondagi masalalarga tatbiqlayolmaydigan holat shakllanadi. Uning uchun hech bir yerda mush oyat mushuning uchun o'zi tushgan deb bir masalaga xoslashtirmagan. Chunki bir oyat masalan mast qiladigan narsani ichish harom degan bir oyat Qur'ondagi. Shuning o'zi shu o'z vaqtida tushgan vaqtda to'xta buning o'zi mush haraq tushibdi deb tarjimaning o'zidan birinchi qatim qilingan tafsirlarda shu haraq deb yozilgan bo'lsa, keyingi zamondagi tafsirlarda uniki boshqa o'zi shakldagi narsalarga hozir pivo deymiz, har xil mas qiladigan narsalar deymiz. Shunday narsalarga qartib o'zi shariy qilingan yerlarmi bor. Ammo mukammal emas. Shunday bo'lsa, har holda kichkina ilgirlash bor. Ammo shu oyatning o'zini mas qiladigan, ya'ni kallini xamir degan so'z hamda aqlni mas qiladigan deb aqlni qalaymaqon qiladigan, normallikni chiqarib atganda, yo xunuklashtirib atadigan, yo vahshiylashtirib atadigan, yoki shunga o'xshash o'zi normal ahvol, normal holatni chiqarib atadigan narsa degan gapda, shu narsa harom degan gap hamda najis degan gap, najisning hammasi harom, haromni qilish jinoyat hamda. Mushundaq o'zi oyatlar kelgan vaqtida shu o'zi Payg'ambar alayhissalom zamonisidagi, ya'ni shu aroqning o'ziga xoslashtirib olib, shu Payg'ambar alayhissalomdan keyin bir qancha yuz yil keyin shuning qarta tarjima sharhlangan bo'lg'achqa, shuni xoslashtirgan shunaqa ishlar bo'lgan. Uning uchun ya'ni bu masala faqat Payg'ambar alayhissalomning zamonida emas, hatto burungi payg'ambarlarning zamonida tushgan kitoblarni shu bir zaman xoslashtirib olib, keyingi zamonda taraqqiy qilolmaydigan insonlarniki yangidan paydo bo'lgan masalalarni hal qilolmaydigan shunday bir ahvol bo'lg'achqa, Alloh taolo Qur'ondan boshqa hech qanday bir narsani yozishni cheklagan.
Çekleşte neme degan vaqtda mesela xamir deganning o'zini sababi nuzulning o'zini nima sababdan tushgan bo'lsin, xamir deganning o'zi nejisni qilishga bo'lmaydi, o shaytonning ishi deb o'zi uni ashundoq cheklagan bo'lsa, u vaqtda boshni aylantirgan narsa haroq bo'lgan bo'lsa, hozirgi vaqtda oq tamaki deymiz, haroq deymiz, piyo deymiz, ish qilib insonningki beshini qalaymaqon qildigan har qanday narsani o'z ichiga oladi degan gap. Demek muş hazır cemiyet buatkan insanın beşini kaydırdıgan her kandak nese o ayetinin sebebini nuzulu olalaydı deyin. Yani alimler aş ayetini tutup hazırki hazırki insanlar kollanıp atkan insanın zade şu normallıktan çıkarıp atkan her kandak nesige aş ayetini delil kıptırıp onun hüküm çıkarış salayetiga ega bo'la oladi degan gap. Uni xaslashtirib qo'ymagandan keyin mutlaq bo'lg'achqa uningga shunday bir keng doirada bir yo'l ochildi degan gap. Alloh taolo mushuni bilgachga payg'ambar alayhissalomga u oyatning sabab nuzulga doir hech qanday narsani yezishni, uni payg'ambar qanday ijro qilgan jarayonlarni ham yezishni cheklab o'tgan. Payg'ambar shu zamonda uni ijro qilish qilgan jarayonlarni ham yezib qo'ygan bo'lsa, İnsanlar aşıladan başka nersege onu işitlenmeyi, işletmeyen manda halet şekillendi. Onun için onu mu özü emelden kaldırıp ayetini fakat düşürüp koygan, onu her zamandaki insanlar şu zamanındaki mevcut meselini şu ayet septirip hal kılış maksızda onunki sebebin özülü vakıza iş kandak bir nersini yazdırmagan. Şunun için bu yerdeki nersini mi diye vaxtıda usul fiqh deganning o'zi nihoyatda o'zi muhim bir dars, muhim bir o'zi ilm. Ya'ni o'sha diniy ilmning ichida eng muhim ilmning birisi. Ammo bu muhim ilmning o'zini biz hadis tatbiqlash, mutawatir hadis deymiz yoki zaif hadis deymiz, uni qanday hadis ekanligini isbotlab chiqish va kaza u qorong'i ko'chaga ketishga hech qanday hojat qolmaydi degan gap. Ya'ni Qur'oni Karimdagi mushu usul yani prinsipga tatbiqlash usulunun özünle biz bilgen vaqtida aldığımızdaki hiç qanday bir mesele bizge özü hal qılamaydigan bir mesele qolmaydi degan gap. Şuna usul fiqh yani o'tganda biz Qur'onni tushunish usuli, yani usul tafsir nemasi bir to'xtalgan bo'ldik. Hem hozir mana bu usul fiqh yani Qur'oni Karimdagi prinsiplarga bo'layotgan mavjud masalalarning o'zini tatbiqlash orqali hukm chiqarish usuli. U narsani qilishga bo'lamdi yoki bo'lmamdi, to'g'rimi, xatomi, halolmi, harommi degan bundaq o'zi hukmlarni chiqarish usuli. Bu nihoyatda o'zi muhim bir ders, ammo bu cho'ng bir ders, ammo lekin buni da biz qisqartib buni 1 soatga yo 1 soat 20 minutga to'g'rilaymiz deb o'ylayapmiz. Bek uzoq so'zlayotsak, qarindoshlar tinglab bo'lmaydi. Çünkü bunu bilish yana odatda normal shu Qur'onni o'qib tushunayotgan qarindoshlarimiz buni bilib olsalar, ya'ni Qur'ondagi prinsiplarga masalani qanday tatbiqlash usulini bilib olsalar, o Qur'on o mavjud masalani shu Qur'ondagi prinsiplar tatbiqlab lekin o'zi hukm chiqarib ketaveradi degan gap. Uni alayda bir yo'g'on bir damollini qilishga apirishga hojat qolmaydi degan gap. Bo'libmi diniy sohada o'qigan insonlar buni bilishi nihoyatda bek muhim masala. Bu haroq deganni deb qoldi tilg'alab misolan haroq deyilmak uni ash masalaninki lipapsiga o'xshaydi ekanda. Konvertiga o'xshash narsa. Ha, Marksga konvertiga o'xshaydi ekan. Ammo uni ichini to'ldirgan xarakteri yezilgan xatga o'xshaydi ekanda. Albatta. Shunga shu xatni to'lisang, lipapsiga aldanmaysan degan gapni qildi-da. Men shunday tushundim hozir. To'g'ri. Bu haqda Qur'ondagi sura Ali Imrondagi 7-oyatda Estaizubillah Huvallazi anzala alaykel kitabe minhu ayatun muhkematun hunne ummul kitab ve ukharu muteşabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله
وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ degan mush oyatning o'zida mushu usul fiqhning o'zini mush yerda bizga Alloh taolo o'rgatadi. Yani bu oyatning tarjimasi Allah sana tushirgan kitobda hukm ifodalaydigan oyatlar bor. Yani Qur'oni Karimda hüküm ifodalaydigan oyatlar bor. Nurg'un prinsiplar bor. Ash prinsip solgandan u oqibda hukm chiqadi. Bir qilib deydi, mana shu bir qiliblar bor. U qilibga masalani solgandan oxirida hukm. Yani qilibga layni solsa kesak chiqadi-ku. Xuddi shunga o'xshashlar. Bundaq o'z tayyor qilib qo'ygan narsalarda. Bu bu oyatlar kitobniki ana qismidir. Yani bunda hech qanday o'zgarish bo'lmaydigan tarafi bu. Prinsip Qur'oni Karimniki hech qanday o'zgarmaydigan umurtqi qismi. Yani biri mutashabihat, yani o'xshashlikqa asoslanadigan qismidir. Yani masalaning ikki tarafi bo'ladi. Masalaning bir tarafi hukm beriladigan, hukm ifodalaydigan tarafi, yana birisi mutashabihat, illat tarafi degan gap ham. Qalbida ig'ish bor kishilar mutashabih qismidan ma'noni burmalash orqali fitna izlaydi. Uni faqatla Alloh va hammani Rabbimizning dargohidan ekanligiga ishondik deydigan haqiqiy olimlar biladi. Yani buniki ma'nosini faqat Alloh va haqiqiy olimlar biladi. Yani bu yerdagi tarjimada nurg'unlagan farq bor. Yani mush oyatniki nimasida nurg'un tarjimada nima deydi? Alloh biladi ve haqiqiy olimlar u Allohning dargohidan tushgan deb iymon keltirdi deb tarjima qilib qo'ydi. Yani uni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi deb tarjima qilganda mana shu aytgan vaqtida. O butunlay bir xato bir tarjima. Nima uchun degan vaqtida Qur'oni Karimning ichida olimlar bilolmaydigan hech qanday bir narsa yo'q. Agar uni olimlar bilolmasa, uning insonlar amal qilolmaydi degan gap. Uning uchun biz uni o olimlar bilmaydi degan vaqtda o amal qilish tamamen insonning iqtidoridan ko'tarilib ketgan bir kitob holatiga keladi. Shu vaqtda insonlar uni amal qilishga tamamen o'zi nima qiladigan gap endi. Amal qilmaslikka majbur qiladigan gap. Shuning uchun bu yerdagi tarjima nima degan vaqtda Alloh biladi va rosih fil ilmi, ya'ni haqiqiy olimlar biladi. Uni faqatla aql egillari eslaydi. Yani o'zi aql egillari bo'lgan insonlar buniki qanday bir o'z oyat ekanligini esiga ola oladi. Yani bu yerda mutashabihat degan kelimaga olimlarning ichida nurg'un o'zi o'xshashmagan tarjimalarni qilgan kitoblar bor. Bizniki shu Uyg'urcha tarjimalardimi bir qism o'xshamagan tarjimalar bo'lgan. Uni degan vaqtda mutashabihatni o'zi tarjima qilgan vaqtida ma'nosi bilinmaydigan oyatlar deb tarjima qilgan tarjimalar bor. Yani ba'zi tarjimalar degan vaqtda o'xshash oyatlarni sharhlaydigan oyatlar deb tarjima qilgan bor. Bu butunlay o'zi Qur'oni Karimniki bu o'zi usul fiqh sohasiga to'g'ri kelmaydigan tarjimalar. Yani yuqorqi shu Sura Al-Imron'dagi 7-oyati oyatidagi o'zi oyati har qanday masalani Qur'ondagi prinsiplarga tatbiqlash usuli bo'lib, bu usul masalaniki ikki tarafini ko'rsatadi. Ikki tarafi deganning o'zi nima degan vaqtda bir tarafi hukm yani hukm tarafi bo'lib, Qur'ondagi prinsiplarga mavjud masalani tatbiqlash orqali chiqarilgan hukmni bildirdi. Yani bir taraf hukm, yani to'g'ri, xato degan o'z hukmni berilgan tarafi. U nima degan vaqtda prinsiplarga Qur'oni Karim prinsiplarga mavjud masalalarning o'zini tatbiqlagan vaqtida u yerda nima chiqadi degan vaqtda u prinsip orqali u yerda hukm chiqadi. Bu tarafning o'zini ko'rsatdi. Yani muhkamatun degan oyat shuni bildirdi. Ikkinchisi mutashabih tarafi degan vaqtda mutashabih tarafining o'zi illatni asos qilgan tarafini bildirdi. Yani bu yerda hükümde müşterek hüküm
bo'lmaydi. Yana o'zi hükümge bir prensip buyuldu. Ama bu mutashabi terbiye illet asas kılındı. İllet asas kılındı degenimizde misal o Sure özü Maid'deki birinci ayetinde Ya eyyühellezine amenu evfu bil uqudi uhillet lekum behimetul en'am illa ma yutla aleykum gayre muhilles seydi ve entum hurum innallaha yahkum ma yurid degan mush ayetning o'zidimi mana shu yuqorqi ayetdagi hukmni qandaq o'zi nim qilish buning o'zini bizga ko'rsatyapti. Yani ey mu'minlar va'dangizga vafo qilinglar, sizlarga yirtqich bo'lmagan hayvonlar halol qilindi. Lekin yirtqich bo'lmagan hayvonlardanmi tövende zikr qilindigini halol emas. Yani Sure Maid'ning birinchi oyatida yirtqich bo'lmagan hayvonlar halol. Yirtqich bo'lmagan hayvonlarning ichida yana haromlarmi bor. U qasi degan vaqtda 3-oyatda hurrimat alaykumul maytatu vaddamu va lahmul khinzir deb uning o'zini bayon qildi Alloh taolo. Yani tunguz yirtqich bo'lmagan hayvon, u yirtqich bo'lmagan hayvon bo'lsa-mu, nejis bo'lganligi uchun Alloh taolo uni harom deydi. Qo'y, kala, neskerekli olsa, onun qini haram misal. Yani üstüp öldürülgen, bir yerge düşüp ketip ölgen, tuncuqıp ölgen ve yırtqıç hayvanlar onun özünü yep koygan, muşundaq hayvanların hemmisi çoğu diye vaqtida, bular hemmisi haram kılındı. Neyim için diye vaqtida tuncuqıp ölgen hayvanlar olsun, bir yerge düşüp ölgen hayvanlar olsun, ya ki gelini sıkıp öldürgen hayvanlar olsun, hemmisinin içinde kan qep qalganligi uchun o kan Allah Teala yuqorida hurrimet aleykumul meytetu veddemu. Kan haram kılındı deganligi uchun, onun içinde kan qalganligi uchun o neyse haram. Bu şehir yana nima deydi degan vaqtida illa ma zakkaytum degan o'zi iborani Allah Teala keltirdi. Lekin sizlar uni tozlay olsanglar, o neyse hem haram emas. Yani bir hayvanning o'zi buğup öldürüldü. Lekin sizlar u yerga kelib o hayvanning o'zini şu boğuzluğa vaqtida qanda qan chiqqan bo'lsa, shunga o'xshash uni qinni chiqara olsanglar, işte qandan tozlay olsanglar, o go'shtning o'zini u yana sizlarga halol bo'ldi degan gap. Yani o burunqi zamonlarda undaq texnika bo'lmagan bilan, masalan, hozirgi vaqtida uniki o go'shtga nima qilib qolgan qonini butunlay o'zi chiqarib, shu boğuzluğa vaqtida qanchalik qon chiqqan bo'lsa, ashunchalik qonning o'zini chiqara oladigan hozirgi vaqtda texnologiya bilan onun özünü aşında kılalaygan buluş mümkün. Demek, aşın tazliya alırsanlar hem o sizlere halal kılınır deydi. وَمَا زُبِهَ عَلَى النُّسُوبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْاَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقُ. Hem de butqa atap suyulgan ve palga atap suyulgan bu nesler çoğu diye vaxtida bu zalikum fisq. Sizlerin hatalıqanlar. Sizlerinin hatalıqanlar degan sözünün özü, o hayvanın özü haram emas, sizler cinayetini qanını, yani sizler hatalık ötkazgan adam sizler. Onun için o göç haram emas degan gap. Yani bir yerde bir göçnün özünü palga atap soysun, bir qo'yning özünü, yoki bo'lmaydi, bir butxanaga apasın, o butxanda bug'izilsin, o qo'y u yerda haram bo'lib qolmaydi degan gap. U yerda haram bo'lgan narsa nima degan vaqtida o adamniki aş qo'yning o'zini butxanaga apirib bug'izlishi haram. Ammo go'sht haram emas degan gap. Yani nurg'un qarindoshlarning kallasidan shu narsa o'tmaydi. Lekin bu yerda buni bir nonga o'xshash hisoblasak, bir nonning o'zini jamiga akirib yesak, u o'zi yegil bo'lgan bo'lsa, u nonni apirib butqa atab, butning oldiga qo'yib qo'ysak, hozirgi vaqtdagi Hindistondagi butxanalarga, kinolarga qarasak, butning oldiga tamoqni qo'yib qo'ydi. Nurg'un odam o'ylaydi, hozir men mush oyatni xato tarjima qilgandan keyin, asha tamoqning o'zi harom deb o'ylaydi-da. Nima uchun desa, butni oldiga qo'ydi, butqa atab qo'ydi ani deydi-da. Ama Allah Teala bu yer nima deydi desa, u tamoqning xatoligi emas, u go'shtning xatoligi emas, sening xatoliging o deydi. Allah Teala. Zalikum kum insonlar qaratilgan narsa.
Sizlarniki pis, yani sizlarning xatolig'inglar bu. Yani müşahit nima degan vaqtida Qur'oni Karimda qo'y, kala, ot, eshak, o'zi jaran degan narsalar o'zi halol. Shir, yo'lvoz o'zi bundaqa yirtqich bo'lgan undaq deb hayvonlarniki ismini yozmaganda uni yezishga dunyoda yirtqich hayvon deganni ko'rmang yirtqich hayvonlar bor. U kitob patmay qoladi degan gap. Ya'ni Qur'onda necha Qur'onni yezish to'g'ri kelgan gap. Halol hayvondagi ismini yezishga esimi dunyoda nurg'unlagan o'z halol hayvonlar bor, halol qushlar bor, dengizniki ichidagi nurg'unlagan halol hayvonlar bor, harom hayvonlar bor. Uni yezishga esa u necha million turlik narsalarning o'zini yezishga million o'zi nima ketgan gap, shuni ola o'zi bu kitob nihoyat yo'g'nab ketgan gap. Alloh taolo bu yerga nimani qo'ydi degan vaqtda prinsipni qo'ydi. Prinsip nima desa? Yirtqich bo'lgan hayvonlar va nejis bo'lgan hayvonlar, ya'ni nejis va yirtqich bo'lgan narsa harom dedi Alloh taolo. Biz nihoyat o'ng'ay tutib olamiz buni. Ya'ni bir narsa yirtqich bo'lsa ya va nima nejis bo'lsa, ya'ni ikki sifat tepilsa, u tamoman harom bo'lgan bo'ladi yoki ikki sifatning bir tepilsa harom bo'lgan bo'ldi. Ya'ni shir, yo'lvoz narsa keraklarni misol olsak, u narsalarning o'zi odatda yirtqich hayvonlar, ammo tap yemaydigan hayvonlar bular. Bir yerda bir kalniki purab ketgan, undaq o'zi nimalari, lashlari bo'lib qolsa, uni yemaydigan hayvonlar. Nejis yemaydigan undaq narsalar. Ammo o'zi yirtqich bo'lganligi uchun Qur'oni Karimdagi bahimatul an'am degan o'zi prinsip tushganligi uchun u harom degan gap. Shir, yo'lvoz o'xshash bo'ri o'zi har xil shu hattoki ishmushga qadar bu narsalarning hammasi harom. Yani biz şu degan vaqtda nejis bo'lgan narsalar, nejis masalan tunguz yirtqich emas. Ham tunguz yirtqich emas qo'y degan vaqtda Alloh taolo uni nima degan vaqtda u fa innahu rijsun dedi. U nejis dedi. Nejis degan mush oyatning o'zida butun nejis narsalarning hammasi harom degan gap. Şoňa bu yerda bizniki ajdodlarimiz shu qoq qo'zg'onga o'xshash tapyaydigan ancak hayvanlarını yemeydi de. Hatta ki bağınçıgılar жүрген toxunun özünü mü köpünçe ailelikler aşın soymakçı olsa bir 2-3 gün bağlap koyup bekip onun da soyduğun adeti var. Demiş ki diye vaxtda o ön etrafını çügüler jürüp özü pokyaydı deyle uçuklar. Onda hoğandakin o necis nayasını yeydiğen boğaçka onun özüne bir qancha gün bağlap koyup onun özüne andaki yeydi misal. Yani qaq qozğun demiş ki yemeği diye vaxt qaq qozğun davamlı tapıydiğen narsalar. Adamın tepi olsun, hayvanatların tepi olsun, her qanday bir tapını tapasa aşını yeydi. Onun için o narsani özüne necis ve yoki necisni davamlı necisni yeydiğen mundaq narsalar. Bo'lganligi uchun mashina o'zini yemeymiz misal. Şu bu yerda manas halal mı, manas haram mı deb xalqni so'rab yurishniki o'rniga biz esimiz saqlab olgan narsa nima desa Qur'oni Karimdagi prinsip birinchisi yirtqich bo'lmaslik, hayvon. Ikkinchisi nejis bo'lmaslik. Muşu iki şart yoki iki şartning birisi tepilmasa o hayvanın o'zi halal bo'ladi degan gap. Biz o eshakning qachirniki go'shtlarning o'zini bu halal deb qo'ysak bütün o'zi Uyg'urlar shunchalik nima qilib ketdi. Hozir O'zbekistonda bütün qassobxonalarda hammasida so'yib setildi deb hukumatning qonun chiqardi misol. Vatanning nurg'un o'zi
Mesela bu Janubdaki ba'zan bir nimalarda, nohiyalarning ba'zi yerlarida eshakning qachining go'shtlarini yeydiganligini angladim men. Yani bu yerga masala nima degan vaqtda faqat bir narsani biz yeganlik uchun u narsa halol, biz yemaganlik uchun u narsa harom bo'lmasligi lozim. Buni millat nihoyat yaxshi anqirib olish lozim. Qur'oni Karimda u narsa halol deb ko'rsatilgan bo'lsa, u biz yesakda, yemasakda u narsani halol deb bilishimiz lozim. Biz yemaganlik uchunla u narsa harom. Dish u bizniki o'zimizning haddi emas. Chunki u Alloh taolo Qur'onda bekitgan bir narsa, uni biz xohlagancha bir narsaning o'zini halol sanaydigan yoki harom sanaydigan, mundaq o'zi harom qilib olgan mundaq nima huquq bizda yo'q. Ya'ni bu yerdagi narsa nima degan vaqtda bizni hozir so'zlamoqchi bo'lganimiz dunyodagi bir hayvonning o'zini biz halol deyish uchun biz u yerda nimani bilishimiz kerak degan vaqtda ikki tal narsani bilishimiz kerak. Birisi yirtqich bo'lgan narsani yeyishga bo'lmaydi, yana birisi yo'disi najis bo'lgan narsani yeyishga bo'lmaydi. Degan bu ikki narsani kallamizda tutib olsak, dunyodagi boshqa har qanday qit'alarga, masalan, Janubiy Amerikadaymiz, nurg'unlagan biz bormagan yerlar bor. U yerda biz ko'rmagan nurg'unlagan hayvonlar bo'lishi mumkin. U yerga borgandan keyin uni qarab biqib, "Ay, mush halolmidi, harommidi?" deb yana bir mollamdan so'rab yurishni o'rniga to'xtab tur. Qur'oni Karimning o'zida yirtqich bo'lmasa, najis bo'lmasa, uni yesak bo'ladi ekan. Uning qargan vaqtda buning ash tarpining o'zini ko'raylik deb, ashning o'zini bir 2 soat ashning qilib qilsa, boshqa to'slar uniki yo halol yoki harom hayvon ekanligining o'zini shu yerda o'zi topalaydi degan gap. Ya'ni Qur'on u qadar o'ngay, ya'ni bir tarafni aytgan vaqtda insonlar uning o'zini tutib olish, ya'ni o'ziga halol harom haqida belgilashda nihoyatda yaxshi shu o'ngay bir prinsiplarni o'tirib qo'ygan. Qur'oni Karimda sizlarga butun o'zi pokiz narsalar halol qilindi va paskin narsalarning hammasi harom qilindi degan o'zi iboralar bor Qur'onda. Bu nimani bildirdi degan vaqtida pokiz narsalar misol saypay, meva-chevadan tortib har qanday narsaniki pokiz sesib ketmagan, misol tomoqning o'zi oshqanda junduq tashlab qo'ymagan, yo tomoqning oshqanning jundullari bundaq narsalar najos paskin narsalar qatoriga kiradi. Bundaq narsalarning o'zi nima degan vaqtida Qur'oni Karimdagi shu ikkala so'z orqali, ya'ni o'zi najisning hammasi harom degandan keyin bu o'zi haromga kiradi. Ya'ni o'zi hayvonotlarning qig'lari deymiz, odamniki gandillari deymiz. Xuddi shuning o'xshash narsalarning hammasi najosatga kiradi. Uning o'zini sesib ketgan bundaq narsalarning o'zini yeyish tamoman o'zi cheklangan bo'ladi. Aroqningki masalasiga kelsakmi, aroqni ashundaq sestilgan, echitilgan narsadan chiqqan bo'lg'achqa, unikimi o'zi shu najis degan tarafga ham to'g'ri keladi. Sestilgan narsaning ichidan chiqqan narsa bo'lg'achqa, xuddi o'zi odam o'zi oqshimiz tomoqni yeymiz, 7-8 soatdan keyin o'zi ichimizda echib chiqadi. Ashning o'sha echib chiqqan bo'lg'achqa, bu narsalarning o'zini mucho degan vaqtida bu najis degan hukmga asosan bu harom deb o'z hukm qilishga bo'ladi degan gap. Yana Sura Maid'niki 4-oyatida yes'alunaka maza uhilla lahum qul uhilla lakumut tayyibat ve ma allamtum minel cevarihi mukellibina tuallimunahunna mimma allamakumullahu fekulu mimma emsekna aleykum ve ezkurusmellahi aleyhi vettekullaha ve innallaha seri'ul hisab degan mush oyatning o'zini bayon qiladi. Yani bu oyat nima degan vaqtda sizlarga pokiz narsalar halol qilindi deganga qarta. Pokiz narsalar halol qilindi, paskin narsalar harom qilindi. Yani bizniki tutib olgan narsamiz nihoyatda esimiz nihoyat saqlashga qulay bo'lgan narsalar.
Yani pakiz narsalarning hammasi halol. Paskin narsalar hammasi harom. Ham hayvonotlarga kelgan chaqda paskina va yirtqich bo'lganning hammasi harom. Mana mushu kelimalarni bir qancha kelima narsaning o'zini biz esimizda saqlab olsak, u hayvonlarning qashiq bo'lgan vaqtda yoki u narsalarning qashiq bo'lgan vaqtda uni nejis yoki nejis emasligini bayqagandan keyin uniki halol haromligiga o'zimiz bir fatvo berishimizmi bizga qiyin to'xtamaydi degan gap. Ama zukamda aytmak nimammi ovozimmi burunqi ovozga o'xshamay qolib qoldi. Texi zukamni saqlayolmayotdim. Shunday bo'lsa-mu yana kichkina g'ayrat qilgan bo'ldim. Yana bu Məsəd surəsinin özüdümü təbbət yada Əbi Ləhəbi və təbbə ma əğnə anhu maluhu və ma kəsəb sayasla naran zatə ləhəb və imratuhu həmmalatəl hatab fi cidaha hablum min məsəd degan muş ayətinin özüdümü Əbu Ləhəb ikki qo'li bilan qilgan ishlarining sababidan cho'qim halok bo'ladi. Endi Qur'onda nurg'u yerda tarjim qilganda mushuning o'zini halok bo'ldi degan mushundaq mazmunda tarjim qiliqliq. Bunun o'zimi tozalqi to'g'ri bir tarjim bo'lmoqlik nima uchun degan vaqtida arab tilida muzari mutahaqqiqul huquqini mazi lafzal keltirish degan bir qoidasi bor. Mutlaq u narsaning bo'lishi muqarrarlashgan, cho'qim bo'ladiganligi aniqlashgan narsaning o'zini bu bo'ldi degan o'zi nima bilan ibora keltirish bu arablarning qoidasi. Qur'oni Karim arabcha kitob bo'lg'achqa, yani ash qoida bilan tushganda o'sha yerda. Abu Lahab hayot vaqtida uniki o'zi Abu Lahab o'zining ikki qo'lini qilgan ishlarning sababini halok bo'ldi, ya'ni cho'qim halok bo'ldi degandan keyin Abu Lahab yana 6-7 yil yashab, undan keyin o'lib ketganda. Uni mallari va qilmishlari qutqizolmaydi. Yaqinda u lavuldab turgan o'tqa kirdi. Qo'mining qo'zg'idan bo'lgan og'amchi bilan mursida o'tin ko'targan ayolimi ham u o'tqa kirdi. Ya'ni bu nimani bildirib desa, bu yerdagi bizni hozir demoqchi o'g'limiz mutashabih degan bir so'zni aniqlamoqchi. O'xshashlik degan. Mana shu vaqtda Abu Lahab shunchalar askarliklarni qilib Payg'ambar alayhissalom qilmagan o'zi askarliklarni qilgandan keyin Payg'ambar alayhissalom Abu Lahabga mush so'zlarni qiliqliq. Abu Lahab mana mush qilgan ishlar bilan cho'qim halok bo'ladi deydi. Ayolimi mush Muhammadning puti zada shu manganmisin zada shu putiga shu kirdigan narsa kirib zada deb tikanlan to'shib Payg'ambar alayhissalom uyining atrofiga chechib qilgan bo'lg'achqa mana mush qilmishlarning sababidan mushu Qur'ondagi mushu oyatning o'zi en Payg'ambar alayhissalomning duosi qatori bir oyat tushgan misol. Bu endi shu Abu Lahabga xosmi degan vaqtda kimki mushu dunyoda Abu Lahabga o'xshaydigan ishlarni qilsa, u odamni qiyomat kuni cho'qim halok bo'ladi degan hukm ashuna to'g'ri keldi degan gap. Ya'ni balki mutashabih degan o'xshashlik degan so'z Abu Lahabniki ishi bilan u odamniki ishiniki o'rtasidagi o'xshashlik u ishkitniki borgan adresniki bir ekanligini bildiradi degan gap. Ya'ni bir adresga boradi u. O'xshash ishni qilganligi uchun degan. Biz yuqoridagi xamir yana aroq haqidagi yana boshni qaydirgan narsa haqida so'zlagan vaqtdagi oyatning mazmuniga o'xshab ketdi. Misol. Shu vaqtda boshni qaydirgan narsa ash bo'lgan bo'lsa, keyingi zamonda boshni qaydirgan nurg'un turli narsalar chiqqan. Hozir men chiqiqliq o narsaning turini men bilib olmayman. O narsalar biz gaplashmaganda ekan. Shu boshni qaydirib insonlarni shu qalaymaqan so'zladigan, qalaymaqan ish qildirgan shundaq narsalarning hammasi yo'q degan vaqtda xamir deb atildi. Xamiri o'zi shu yerdagi boshni qaydirish degan illatga o'xshash bo'lganligi uchun bunu qilgan odamlarning hammasi shaytonning qilgan ishini qilgan bo'ladi. Alloh taolaning buni buyurgan buyrug'i desa,
fectenibuhu. Yani onundan jirak duruşqa Allah Taala buyuruydu. Onun özü jirak turmagan insanların hemmisi dese, şu şeytanın işi boğanlık için şeytan qayaga bağan basa kıyamet günüsü şeytan bağan adresqa aşı adam barıdı deyen gep. Şunun için bu yerda o zamanda aşı xamir yana haraq bakentuk, o piverelgan nas yok ki, ahtamak yok ki, kokain yok ki, neş yok ki, vakaza. Biz bunu fatva tapamaymiz, Kur'an'ın onu cevap tapamaymiz dep olturuşqa hiç qanday hacet. O yerdeki nokta neymi degan vaqtda insonning beshini aylandirish degan bir xususiyat. Aş xususiyat qandaq bir narsa tepilsa, o narsaning eti xamir oldu. O xamir bo'lgan narsaning hammasi nejis oldu. Nejis bo'lgan narsaning hammasi shaytonning ishi oldu. Onu qilgan odamning hammasi shayton qiyomat kuni boradigan adresga shu odamni bordi deganlar o'zi hukm chiqadi degan gap. Şuna bu Kur'an'daki mushundaq prinsiplarni, mushundaq o'zi mutashabihat tarafının o'zi mutashabihat deganni illatdagi o'xshashliklarning o'zini biz bilib olsak, u vaqtda bizga insonlarga javob berishmi nihoyatda o'ng'ay to'xtaydi. Misol Qur'onda yana Sura Maidning 38-oyatida as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan minalloh vallahu azizun hakim degan mush oyatning o'zida o'g'ri to'g'riliq o'zi berilgan jazoni bayon qiladi. O'g'irniki qo'lni kesang deb tarjim qilgan nurg'un nemida ham shunday tarjim qilaylik deyli. O'g'rining qo'lni kesanglar deb mush yerda shuni tarjim qilgan bo'lsak, hamda u vaqtda öyle yoki eshakni o'g'irlab ketdi, qo'tandan yoki olmaydi, ot naskerini o'g'irlab ketdi. Hozirgi vaqtda degan vaqtda o'qitmay turib, lekin hisobotimizni og'dirib ketgan ishlar bor. Hisobotimizni og'dirib ketgan ishlar bor. Ashunga o'xshagan nurg'un turdagi o'g'irlikniki yo'llari bor misol. Bu yerdagi narsa nima degan vaqtda egisini so'ramay egisiga o'qitmay turib elib olgan narsaning hammasi o'g'irlik degan gapda. Egisidan so'ramay va o'qitmay. O ikki shart olgan narsa hammasi nima desa o'g'irlikdan bo'ldi. Olgan kishi o'g'irlikdan bo'ldi. Endi u hisobotini o'zi hech qanday hisobni egisidan so'ramay, uni o'qitmaydigan bir narsa olgan bo'lsa, ashunga o'xshashlik bo'lgan bo'ldi. U odamniki qilgan ish nima desa o'g'irlik bo'lgan bo'ldi. Onunla birildiğin ceza neymi olsa bima keseba. Qıgan işiğe özü muvafiq haleti ceza veriş. 10 koy oğulgan boz 10 koyga layık, 100 koy oğulgan boz 100 koyga layık, 1000 koy oğulgan bozsa 1000 koyga layık halette muvafiq haleti ceza veriş bu talep kılındı yana deyen gap. Ama nurgul qarindoshlarimiz var. Misal Qur'oni Karimda o'g'riga jazo var. Zinaxo'ga jazo var. Endi o'g'riga jazo bo'lgan bilan bulongchiga jazo yo'q. Qur'onda bulongchiga jazo bormi? Men odam necha adam so'ragan. Bulongchiga jazo yo'q-ku Qur'onda. U nerdan topamiz debchi? Demismi? O'g'riga jazo var, bulongchiga jazo yo'q, zinaxo'ga jazo var, bosqinchiga jazo yo'q. Misolda Moshuna o'xshash o'zi jinoyatning yo'g'inni qilganiga Qur'oni Karimda jazoning o'zini aniq o'zi bayon qilmoqlik. Bu yo'qmi degan vaqtda asli amaliyotda bor. Ammo uni bizniki topolmagan yerlarimiz bor. Misol o'g'irniki qo'lni kesang deb mana bunday tarjima qilgan vaqtda bulongchini degan vaqtda bulongchi deganning o'zi bir odamniki melni bulashning sirtida o bulash deganda odatda egisiga o'g'irlik, egisiga o'qitmay turib olganning o'zini o'g'irlik desak, ma bulongchi deganda egisini shu yerda shu somkillarni yitib qo'ldan tortib so'rab yurib degandek olgan narsaning o'zini bulongchilik deymiz misol. Bir odam yoki bir qancha odam birlashib turib uniki o'zi urib yurib degandek ashunday o'zi olganni
onu bulağançılık deymiz. Bunun Allah Teala nima deydi desa, jazoniki, yani jinoyatni Qur'oni Karim ikki turga bo'ladi. Birinchisi, jamiyat tartibini buzmagan, jamiyatda hech qanday jamiyat tartibini buzmagan holatdagi bir jinoyat. Masalan, zina. Bir er bilan bir ayol kelishib, bo'ldi deb uy kirdiki ishni bitirib chiqib ketgan bo'lsa, uning o'zi nima desa, zina bo'lib atildi. Uning jazosi 100 qamchi. U yerda u ishkisi hech qanday jamiyat tartibini buzmaganligi uchun uning jazosi yirik. Endi ikkinchi jazochi degan vaqt, ikkinchi jinoyatchi degan vaqtda ikkinchisi jinoyatniki bu birinchisining o'zi Alloh taolaniki qonuniga buzg'unchilik qilish. Bu atildi. Faqatla Allah'ın qonuniga bo'ysunmaganligi atildi. Mesela zina qilma degan o'zi buyruqqa bo'ysunmaganlik hisoblanadi. İkinchisi degan vaqtda ikkinchisi ham Allah'niki zina qilma degan qonuniga bo'ysunmaslik va yana bir tarafdan o'zi fasod chiqarish, yani jamiyat tartibini buzish. Bu o'zi bundaq bir jinoyat. Jinoyatniki ikki shaklini ko'rsatdi Qur'on. Ya'ni sura Maidniki 33-oyatida innama jazaa'ul ladzina yuharibunalloha va rasulahu va yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfawna min al arzi zalika lahum khizyun fid dunya ve lahum fil ahireti azabun azim. Gözeyini tatmasam, xat uşaq görmeye kaldım da. Bu ayetin de ettiği vaxtda Allah'ınki elçisiga yoki risolatiga, yani Allah'ın kitabıga meydan o'qigan, yani onun qalqi Allah'ın kitabida o haram qilingan, ama haram qilingan bo'lsa-mu, onun hech qanday parvo qilmay o ishni qilgan. Bir. İkincisi ve yes'evne fil arzi fasaden. Ziminde buzg'unchilik paydo qilgan, fasod paydo qilgan. Yani bulanchi bo'lsa, bir yoki bir qancha odam birlashib, bir odamning o'zini urib yurib, so'rab yurib, so'mkullarni tortishtirib yurib, o'shada narsani bulg'anligi bo'lsa, bu bulanchilik qilgan bo'ldi. Bu shu yerda jamiyat tartibini buzgan bo'ldi. Pulni olgan bo'ldi bir. İkincisi u yerda jamiyat tartibini buzgan bo'ldi. Ammo bu bosqinchi degan vaqtda bosqinchining masalasiga kelsak, bir qancha erlar bir ayolga bo'lsin, yoki bir qancha erlar bir ayolga bosqinchilik qilgan bo'lsin, yoki bir qancha ayol bir erga bosqinchilik qilgan bo'lsin. Hozirgi jahonda ashta qilib ketyapti-ku. Ayollarmi erlarga bosqinchilik qilgan ishlar bor misol. Bunda qo'ygan vaqtida birinchidan u yerda zina ham o'zi maydonga kelgan bo'ladi. Chunki nikohsiz, ya'ni qonunsiz o'zi jinsiy munosabat o'g'ashqa zina maydonga kelgan bo'ldi. Ikkinchisi u yerda ikkinchi tarafning o'zini majburlaganligi uchun uniki butun haq-huquqlarga dafsanda qilganligi uchun u yerda fasod paydo qilgan bo'ldi. Shuning uchun bu yerda vayas'avna fil arzi fasadan degan oyatniki maqsad shu. Zaminda fasod chiqarishda aktiv bo'lgan degan gap. Bularga beriladigan jazo nima degan vaqtda ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim va arjuluhum. Ular o'ltirildi yoki dog'i esildi yo putqul chapraz kesildi. Aw yunfawna min al arzi. Yoki uning tövündeki. Yani bunun o'zini nurg'u yeldilki nimadan ilqi ma o garajdallikdan chiqarib o'tish deb ashuni xoslashtirib qo'ygan. Uning bilan tugmaydi. Ve unpevun minal arz deganning o'zi ashning tövündeki mayli garajdallikdan chiqarib vaqtda darajadagi jazo bo'lsin, yoki bo'lmaydi, turma jazosi olsun, iqtisod jazo olsun, ashning tövündeki bütün jazolarning hammasi qas to'g'ri kelsa, shuning o'zini berish bu odamga bo'ladi degan gap endi. Shu vaqtda nima degan vaqtda misol bir
bir ayolga bir qancha o'zi odam nim qilgan bo'lsa, o'zi tajovuz qilgan bo'lsa, bosqinchilik qilgan bo'lsa, uniki boshlig'i og'ir jazolanadigan gap. Uniki ergashkichilari unga nisbatan biroz tuvan jazolanadigan gap. Shuning uchun bu yerdagi bosh jinoyatchi deymiz, jinoyatchi deymiz. Bularning hammasiga o'zining o'rni bo'yicha jazo berish, jazoan bima kasaba degan oyatniki mazmuniga asosan, ya'ni qilgan ishiga muvofiq holat jazo berish u hisoblanadi. Shuning uchun bu yerda fasod chiqarish orqali o'zi ya'ni bir jinoyatni qilish ham oxirida fasod chiqarish, ya'ni jamiyat tartibini buzish, bu o'zi islomni buzganlik bo'lib hisoblanadi. İslamni buzish Qur'oni Karimning tub asosiga hujum qilganlik hisoblanadi. Uning uchun Qur'on islomda iborat, ya'ni jamiyat tinchlikning o'zini buzganlikni nihoyatda og'ir jinoyat deb hisoblaydi. Shu bu yerdagi narsa nima degan vaqtida shu bulanchilar bo'lsin yoki bosqinchilar bo'lsin yoki undan boshqa har qanday jamiyatda odam to'plab yurib shunday jamiyatniki tartibini qalaymaqonlashtirgan odamlar bo'lsin, shularning hammasiga berilgan jazo nima desa, mana shu Sura Maidniki 33-oyatniki hukm bilan o'lim jazosini boshlab toki oxirisi, turm jazosi, iqtisod jazo toki ayblash jazosiga qadar shularning hammasi shu odamlarga qilgan ishiga qarta berilishga bo'ladi degan gap. Yani bunun hech qachon o'zi inson Qur'on için topolmaydigan unda jazo yo'q. Odatda ikki odam, ikki erning o'zi bir uyning ichida yoki bir saynoda tillashib, bir o'zining o'zini haqoratlashib shunday qilgan bo'lsa-mu, mushlag'imi mushu oyatniki, mush oyat o'zi kuchga ega bo'ldi. Nemishqa degan vaqtda o odamlarniki tillashib shunday haqoratlashib qilganning o'zi jamiyat tartibini bir o'yniki o'zi saynosida, o'ylisida shunday o'zi qilgan bo'lsa, jamiyat tartibini buzmagan bo'lsa, bu odamlarga yenik jazo berildi. Agar o'z bozorning to'rt ko'chaning o'rtasida u yerda o'zi bir-biriga chaponni yeyishib, vaqirish, bir-biriga haqoratlashib, mushlashib qilgan bo'lsa, u yer jamiyat tartibini buzganligi uchun uning berilgan jazo hem mush oyatniki hukm bilan og'ir bo'ladi degan gap. Ya'ni Qur'on mush jazoning hammasini, jinoyatning hammasini shunday ikki turga bo'ladi. Mayli siyosiy jinoyat bo'lsin, mayli iqtisod jinoyati bo'lsin, har qanday jinoyat mana shu oyatlarniki dalili bilan masalan bir davlatniki amaldorlari o'ziniki maoshining sirtida davlatniki pullarning o'zini qo'yib ketgan bo'lsa, u davlatga xiyonat qilganligi uchun uning berilgan jazo mana shu o'zi va yas'una fil arzi fasadan degan oyatni ashnoga keltirib turib, uniki olgan pulisniki oz ko'plik qarta o'lim jazosidan boshlab toki o'zi turm jazosiga qadar hukm berishga bo'ladi degan gap. Ya'ni Qur'on buni belgilab bo'lgan yani. Yani bizniki qarindoshlarning ichida nurg'unlagan qarindoshlar o'ylaydi, shu men so'rabmi ko'rgan, shu nimaniki o'xshash jinsliklarniki yani ishlarning o'zini shunaqa qanday jazo va qanday qaraylar deb shu Madinada turayotgan bir qarindoshimiz borki, qilsam o'lim jazosi deb ashunda deganda tafsiri kabirni o'qiganman deb shunday cho'ng bir gapni qilgan odam. Hem de bu ayetning o'zida ashunday gaplar yo'q ekan hamda. Shu Sura Nisoniki 15-16-oyatida Vallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'alallahu lahunna sabila degan oyatning o'zida deydi. Ayollar fahish qilgan bo'lsin. Ayol bilan hozir dunyoning ham yerida o'tib ketdi bu narsa. Bu burun bo'layotgan narsa ekan u. Ayol bilan uy tutib oldigan, ayol bilan o'zi shunday munosabatni qildigan, shunday ishlar bo'lgan ekan. Burun bor ish ekan.
Bunun 4 adam guvoh bo'lgan vaqtida u ayolning o'zini uyda tutib turish. Hozirgi vaqtda hamda qoida bo'yicha aytgan vaqtda hozirgi vaqtda nimada turmuq solash o'zi qoida nima qilindi degan gap. Ma oyatni pamsikuhunna fil buyut deganning o'zi hozirgi sharoitga asosan turmuqqa selindi degan gap. Hatta yetevaffahunnal mevtu ölüp ketkiçilik. Ev yecealallahu lehunne sebila. Ya ki ulağa Allah Teala çıkış yolu vergiçilik. Bu neyim deyen gap degan vaqtda ya ki o ayol işkinci bo'ldi men bu ishni qilmayman deb tövbe qilsa o vaqtda o ayolning o'zini chiqarishga bo'ladi. O andan keyin bir ervel to'y qilib o'tsa bo'laverdi degan gap. Ya'ni o bu yeniklik yo'l ochiq degan gap hamda. Ayollar bo'lgan. Erlar-chi degan vaqtda vallazani yatiyaniha minkum fa'azuhuma fa'in taba va aslaha fa'rizu anhuma innalloha kana tawwabar rahim degan 16-oyatda ikki er bizning tilimizda bachchivoz demdik uni. Ikki er ashundaq o'zi bachchivozlik qilgan bo'lsa, ularning o'zini qattiq o'zi azob beran ularga. Azob deganning o'zi ya'ni izoat atqizib, onun o'zi qattiq biz nima deymiz, ayıplash demdik uni yoki. Qattiq ayıplana degan deydi Alloh taolo Qur'onda. Fa'azuhum he? Yo'q, edeni verish olsa uni urib, shu zot pochaqlarini cheqib nasib qilsa bo'ldi. Hem uni demabdi. Bu yer fa'azuhuma deganning o'zi qattiq o'zi shu ashishni qilganga hamda shunda qattiq o'zi pushaymon qildirib, shunda o'zi azob beradi. Fa'in taba ular o'z tövbe qilsa va ishini tuzatsa fa'arizu anhuma bo'ldi qoladi. Yani bu ishkilisi ayol ishkilisi masala o'xshashda, yani o ishkilisi tövbe qilib bo'ldi biz mo'shishdan qo'l uzayli bo'ldi. Qilmayli bundan keyin desa, ularga yo'l ochiq degan gap. Yani o'zi bir ayol bilan to'y qilsa bo'lardi, ayol bir erga to'y qilib hayotini kechirsa bo'ldi degan gap. Ama Kur'an-ı Kerim bu o'zi ayollar bilan erlar bilan unda to'y qilish yoki uni birga yashash ishlarining o'zini qattiq cheklaydi va mush oyatning nimasi bilan o'zi onun jazosi bo'ladi degan gap. Bunun o'zini Qur'on-ı Kerim nima deydi? Fohisha deb ataydi. Fohisha degan nima degan vaqtda? Fohisha set söz hareket, yani qabih söz hareketini bildirdi. Yani bu şu iki ayetin delili bilen eğer bay diyen okşaş bir er bilen bir iki er bir nimede bir öğünün içinde cedelleşip birbirine hakaret kılışıp tılışıp bir nas kılıp kalgan bolsa muş ayetin delili bilen az sırtki anıgallah onun özüne o adam mı sen neymiş kılsan bu işken bir yaki elagın yaki bir hoşluk olup turuklukun bu kişiden iş mandak kılsa dep onun azab beriş yani azab beriş yani qattiq tanqidlash, ularni o'zini ayıplash orqali ularni tuzitish jamoatning ishi degan gap. Ayolligim shundaq. Agar bu ishning o'zi jamiyat tartibini buzib, ya'ni bir erning o'zi bir odam o'tirib chiqib, er bo'lsin, ayol bo'lsin, jamiyat tartibini buzib, adil hokimiyatni og'dirish uchun adam toplab va kaza qilib u yerda undaq isyon qilish uchun shunday targ'ibotlarni qilgan bo'lsa, buning berilgan jazochi degan vaqtda buni yuqorisiga berilgan jazo yuqorgi oyatniki dalili bilan o'lim jazosini tortib dog'i esish va eng oxirgi o'zi turmuq so'lashdan tortib ash jazoniki eng to'g'ri kelgandan birisi berildi degan gap. Yani Qur'onda bundaq narsalarga hammasiga jazo bor yani. Yani bu şundaq prinsiplarni biz bilib olsak, Qur'oni Kerimdagi u narsalarni biz hal qilib keta olamiz degan gap yani. Ana aytgan vaqtida. Yani Qur'oni Kerimda Qur'onni bunu oldimizdagi darslarda tafsil bayon qilamiz inshaalloh. İslam deganning o'zini bizda tek hozircha tushunmay keraklik. Shuning uchun islom deganda bir tinch bir jamiyat degan gap. Bir tinch bir jamiyat qurish, ya'ni u islom deb atıldı. Onun için bu tinch, yani cemiyetinin tinchligining o'zini buzgan her qandaq narsaga berilgan jazo Qur'oni Kerimda
jamiyat tartibini buzmay turib qilgan jinoyatga asosan nihoyat og'ir hisoblanadi. Mana bu naqshi musiqa masalasidan biz nurg'unlagan talash tortishlar mavjud. Nurg'un bizniki diniy sohadagi qarindoshlarimiz mana shu nimaniki Sura Luqmonniki bir qancha 5-mi 6-mi bir oyat bo'lgan shuning o'zini naql qilib ashniki nima bilan butun naqshlarning hammasini harom deydigan shunday qoidalar bor. Endi shu Qur'oni Karimdagi biz so'zniki prinsipini biz bilgan vaqtida Qur'on masalan g'ayvat qilishni cheklagan, bo'hton chaplashni cheklagan, bir-biriga haqorat qilishni cheklagan, fitna fasodni so'zlarni cheklagan va boshqalarni xato yo'lga yetaklaydigan, yana o'zi insonlarga azob beradigan va insonlarni xato yo'lga yetaklaydigan so'zlarning o'zini Qur'oni Karim cheklagan. Endi biz naqshga kelgan chaqcha degan vaqtda naqshidimi biz ash naqshi musiqa degan mavzudimi so'zladik buni. Agar bir naqshning ichida bir insonlarga azob beradigan so'zlar bo'lmasa, insonlarni yomon yo'lga yetaklaydigan so'zlar bo'lmasa, yoki fohisha so'zlar bo'lmasa, shahvoniy so'zlar bo'lmasa, u o'zi naqsha misol ota-onaga yaxshilik qilish deymiz, millatni to'g'ri yo'lga yetaklash deymiz, ashuna o'xshash narsaga targ'ib qiladigan, ya'ni yaxshi ishlarga targ'ib qiladigan yoki yaxshi narsalarni tunishtiradigan ashunday bir naqshlar bo'lib qolsa, Qur'oni Karimdagi mana shu so'z turkumidagi Qur'oni Karim cheklagan so'zlar bo'lmagan taqdirda bundaq naqshni aytsak bo'ladi, ham yaxshi bo'ladi. Ammo Qur'oni Karim cheklagan insonlarning o'zini xurofiylashtıradigan, insonlarni yomon yo'lga yetaklaydigan shunday so'z, ya'ni kelimalar bor, shunday naqshlar bo'lib qolsa, bu vaqtda bundaq naqshni aytsak bo'lmaydi, u harom bo'ladi. Ya'ni u so'zning ichidami, naqshning ichidami, naqshi bo'lganligi uchunla u qanday so'z bo'lishini qat'iy nazar, uning ichida sizni bizni yaratgan la ilaha illalloh degan so'z bo'lsa-mu, shunday o'z naqshini bu harom deydigan bunday gaplarni qilish bu butunlay dinni bilmagan bir odamlarniki deydigan so'zlari deb qaraymiz. Chunki Qur'oni Karim insonlarni rezillikka, yomon yo'lga yetaklaydigan shunday o'zi gaplarning o'zini cheklaydi. Ashunday gaplar, so'zlar nimaning ichida, naqshning ichida bo'lib qolsa, u naqsh cheklandi degan gap. Agar u naqshning ichida bunday yomon insonlarni yomonlikqa boshlaydigan yoki yomon narsaga targ'ib qiladigan bunday narsalar bo'lmasa, ya'ni yaxshi narsaga targ'ib qiladigan, ilm faniga targ'ib qiladigan, misol iymon e'tiqodga targ'ib qiladigan, yaxshilik qilishga targ'ib qiladigan shunday o'z naqshlar bo'lsa, bu naqshlarni aytish yaxshi ish qilganlik bo'lib hisoblanadi. Chunki biz o'qigan kitoblarniki nurg'un kitoblarni biz shunday she'r qatordagi kitoblarni o'qigan, masalan, Supalloh yor degan kitobni o'qigan, Sanoilil xoliqi g'abra va aflak, yaratdi qatraidin gavhari pak degan shu she'r hammasi. Bu yerda Alloh taolo insonni qanday yaratganligi haqidagi bir narsani bayon qildi bu kitobda. Demak, bundaq she'rlarni o'qish va bundaq she'rlarni naqshga aylantirib aytish va buni musiqa chelish to'g'ri bir ish hisoblanadi. Chunki bu yerda biz prinsipini nima degan vaqtda u so'z, insonning og'zidan chiqqan narsaning hammasi so'z bo'ladi. So'zning ichida insonni to'g'ri yo'l, xato yo'lga targ'ib qiladigan, yetaklaydigan bundaq narsalar bo'lsa harom bo'ladi degandan ash narsalar bo'lmay yaxshi tarafga yetaklaydigan so'zlar bo'lsa, u vaqtda u to'g'ri bo'ldi degan gap uni aytish, ham undaq naqshlarning o'zini aytish bir tarafdan savob bo'ladi desak ham bo'ladi. Ya'ni endi musiqa masalasida tekstiga qaramay faqat musiqa harom deydigan tushunchalar biroz ig'irroq, g'olibroq, ya'ni salmoqni egallaydi biroz. Musiqaning hech qanday tekst yo'q deydi. Tekst yo'q holatdagi bir musiqaning hukmi qanday bo'ldi?
Endi bu bir mantiqsiz so'z deb o'ylayman men. Har qanday muzika bir tekst, bir o'zi bir naqshiniki bir narsaga qarta chalindi uning o'zi. Gildin qilib o'ltirmaydi haq uni bir narsaga qarta chaladi. Unda bo'lgandan keyin u bir mazmun kallada bor, shuni qarta chaldi. Shu mazmun to'g'ri bo'lsa, u vaqtda u muzikani chalsak bo'ladi degan gap. Ham bizniki nimishqa uni harom deydi degan vaqtda, uning biroz ichiga ishkirlab kirgan vaqtida Payg'ambar alayhissalom zamonasida arablar dab chalgan, uning uchun dab chalishga bo'ladi, dabdan boshqa narsani chalishga bo'lmaydi deb millatning o'zini o'zimizniki milliy muzikasidan yiroqlashtiradigan so'zlarni qildi mollalar. Bu butunlay xato bir narsa. Arab shu nemisiga muzikasiga dab chaladi deb o'ygan dab chalmay nima chaladi endi. Ham Uyg'urniki dutta tamburlari va nurg'un muzika asboblari va uni chaladi. Uni hech qanday bir nemisi yo'q. U muzika asboblari yoki muzikada hech qanday gunoh yo'q. Bu yoki narsa nima desa, tekstniki to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishi u muzikaniki bo'lish bo'lmasligiga qarta hukm paydo qildi. Qanday degan vaqtda agar tekst to'g'ri bo'lsa, yaxshi tekst bo'lsa, uni u muzikani chalsak bo'laverdi. Yani bu yerdeki biz bilib olgan narsa nima degan vaqtda muzika sohasida shahvoniylik, yani insonni xato yo'lga yetaklaydigan, insonga azob beradigan, insonni ko'nglini g'ash qiladigan shunday mazmundagi naqshlarni aytish va bundaq naqshlarga muzika chalish bu butunlay o'zi Qur'on cheklagan bo'lg'achqa bu harom hisoblanadi. Hamda buning sirtida insonlarni yaxshi targ'ib qiladigan, insonlarni ruhlantiradigan, yaxshi bir go'zal bir narsa chalsa, u vaqtda u nihoyatda yaxshi bir ish bo'ldi misol. Shuning uchun Payg'ambar alayhissalom zamonasida shu nima kelgan vaqtda Payg'ambar alayhissalom shu saniyatul vado degan kelgan vaqtda arablar ashraqal badru alayna min saniyatul vadoi vajaba shukru alayna min liqoillahi dai degan shu she'rni o'qib, shu dabni chelib o'tirib chiqqan. Hamda u Payg'ambar alayhissalom shu nimadan o'zi bir arabni yutudan yana bir yutqa, u arabni yutug'ashqa aniq bo'lgandan keyin arabni shu dab chaldigan bo'lg'achqa dab bilan kutib olgan. Payg'ambar alayhissalom Yevropaga hijrat qilgan bo'lsa, balkim gitar bilan kutib olgan bo'ladi, yaxshi muzikalarni chelib. Buni biz o'zi tushunishimiz lozim. Yana u yerda bir millatniki muzikasini, muzika asboblarini, uniki o'ynagan o'zi usullarini halol deb boshqa butun millatniki muzika va muzika asboblarini chelish va uning usul o'ynash ishlarini tamoman harom deyishning o'zi bu bir xatolikning sirtida jinoyat u. Misol biz endi yaxshi muzika bo'ldi, yaxshi bir tekst bo'ldi, uning o'zi muzikani chaldi, tamom. Ham buni usul o'ynash qanday bo'ldi degan gap chiqadi endi. Chiqqan vaqtda Qur'oni Karimda ayollik o'rtaq deyilgan bir so'z bor. Erler ayollığa yaman gözlü qaramasin deydi. Ayollar mı erlerge yaman gözlü qaramasin deydi. Bu bir. İkincisi, erler özüneki yepişki tigişlik yerlerini yapsın. Ayollar mı özüneki yepişki tigişlik yerlerini yapsın deydi. Şu vaqtda ayollar mı özüneki yepişki tigişlik yerlerini Allah Teala yepişki fariz qilgan yerlerini to'liq yapsa, erlerge yaman gözlü qaramasa, o vaqtda erler mi şundaq bo'lsa, o vaqtda erler bir tarafta, ayollar bir tarafta usul oynasa, o iş qanday bo'lmaydi. Ayrım sorunda oynasa, ayrım o'zi sanlarda oynasa yaxshi bo'ladi. Ammo bir sorun, bir zal, o zalniki materialda erler, materialda ayollar oynasa, o bo'laveradi. Misol, hech qanday bir nim qilmaydi. Chunki u yerda bizde bekara hayatında eşip ketken adamlar var. Kaş gözlerini oynatып turup şunda öze nem kıldıgan ayollarga bu bo'lmaydi. Ama o yerda normal holatda bir odamda o'zi o usulni oynasa, o vaqtda o bo'laverdi. Unda hech qanday bir o'zi Qur'oni Karim cheklagan bir yeri yo'q. Shunga biz zalqi masalaniki manbasini bilishimiz lozim. U yerda bizniki on muzikani chammaslik emas,
muzika yaxshi mazmunni ifodalamdi, yomon mazmunni ifodalamdi. Uningdagi naqshaniki mazmuni qanday mazmun? Buning qarta ish lozim. Ya'ni bu yerdagi masala nima degan vaqtda biz qilgan ish yaxshi ishmi, yomon ishmi? Yaxshi bir mazmunni ifodalaydigan narsami, yomon mazmunni ifodalaydigan narsami? Buningga u yer atrofdagi insonlarni u naqshni aytgandan keyin yomon naqshi bo'lsa, u vaqtda insonlarga yaxshi yomon ta'sir beradigan gap. Alloh taolo bu yerda bizni to'sayotgan narsa nima desa, yomon ta'sirdan saqlanishni bo'ryapti. Uning uchun biz Qur'oni Karim insonlarni faqat yaxshilik bo'lgan kitob bo'lganligi uchun faqat hamma ishniki yomon tarafini to'sadi, yaxshi tarafiga yo'l berdi misol. Demak, u zaten nimaga xizmat qildiganligiga bog'liq ekan vaqtda. Ha, albatta. Arabcha ashraqal badru alayna min saniyatil vadai desa bo'ladi ekan. Uyg'urcha o'zi masalan bilim ishqida degandek shunda go'zal naqshlar va undaq naqshlarni aytsa, uning muzikasi nima uchun bo'lmaydi ekan? Kim u bo'lmaydi degan nima asosi var misol? Hech bir asosi yo'q. Faqat arabcha bo'lmaganligi uchun yoki uning arabdan depin chanmaganligi uchunlar u yerda o'zi uni nima qotgan gap. Shu bu yerdagi narsa nima desa, arablarga o'chlik qilganlik bir narsa yo'q. Bu yerga tub masala har millat o'ziniki milliy muzikasini, milliy kimligini saqlash va uni davomlashtirish u millatning vazifasi. Boshqalarni ayiblamaslik, boshqalarning o'zini kamsitmaslik bu Qur'oni Karim buyurgan bir buyruq. Shuning uchun boshqa millatniki madaniyatini oxki ko'kka deb uni o'zi ayiblaydigan, kamsitadigan bunday ishlarni qilmasligimiz lozim. Ammo o'zimiznikiga noit pishiq bo'lishimiz lozim. Bu vaqtda bu Qur'oni Karimga uyg'un ish qilgan bo'lamiz. Ya'ni hozirgi masala nima degan vaqtda ya'ni illat dedik. Aşağıdaki illet neymi ki degan vaqtda naqshidagi illet yana Qur'oni Karim bayon qilgan naqshilgan bir so'z dedik-ku. So'zda Alloh taolo yolg'on gap qilishdan to'sqan, bo'xton chaplashni to'sqan, birsiga o'z shahvoniy nimadan to'sqan, fohish deb Qur'on natija chiqadi. Undan keyin o'zi insonlarni yomon yo'lga yetaklaydigan so'zlarni to'sqan. Mushundaq so'zlar, yana inson yomon yo'lga yetaklaydigan, shahvonlikka yetaklaydigan mushundaq so'zlar bo'lmagan naqshlarni eshitsa, u bo'laver degan. Biz illatini to'g'ri hal qilgan vaqtda u o'zimizga o'zi hech qanday to'sqinlik yo'q. Ya'ni bu arabniki madaniyatiga, arabniki urf-odatlarga uni xoslashtirib olishga bo'lmaydi. O Qur'oni Karim shu prinsipni akirib biz o'zimizdagi urf-odati, o'zimizning madaniyatidagi shu ishlarni hal qilishimiz lozim. Davomli arabning madaniyatiga, arabning ishlariga o'zimizning ishlarini tatbiqlash orqali hal qilish bu to'g'ri kelmaydi degan. Shu qarindoshlarimiz bu halqi Qur'oni Karim orqali masalaga hukm chiqarish ishlariga nihoyatda yaxshi nima qilish lozim. Ama şunu biliş lazım yani bu mevzu sahasideki neslerini yaxşı biliş lazım. İnşallah bu sahada şu yazgan kitabım yakında çıkıp dep oylayım bir ay işe çıkar. Nihayet yaxşı yazıldı dep oylayım ama bu insan buluştuğumuz öyle nurgun kemçilikler buluşayım mukarrer. Bazı kemçilikler olsa onun özüne inşallah hazır hayat vaktimizde bizge ilmi asasda bir Maya manda hukukat dese onu tuztup, tuluqlap, bines qilimiz Xudoyim bo'lsa qo'limizdan kelishicha. Allah muvaffaq bo'lsin. O'zi taqvo hisoblangan qarindoshlarimizning ba'zilaridan ashta o'zi vaqtida udil gap qilib, nimani muzika deymiz unda, muzika deb nimani muzika deymiz? Muzika tushunchani nima desak, bir jins yana bir yot jinsga, ya'ni bir jins deganda bir şey deydi. Yana bir narsaga tegib chiqargan ovozi deganda qattiq hayron qolganda bu aqlga. Masalan, shamol chiqib, dal-daraxtlarni ushqurtidi. Shamol boshqa jins, daraxt boshqa jins. O'sha chiqqan ovoz harom bo'lsa anglamay qilgan aytib olasiz masalan. Mashina laba urdi. Shunaqmi? Ya'ni musiksiz emas bu dunyo. Hamma narsaning ovozi bor.
Elbette. Bir maşını çıngırak tormoz şunu çakıdı mı çıkıdı avazı. Mesela. Elbette. Aşı formula asarsa bütün avaz şu. Hatta kılıvatkan gepmi şu de. Undaq. Ağzımızdan çıkıvatkan gepnin mi iki tavuşның ağzımız nefesinin dışarı çıkış jarayonida tilning hareketlenishidan paydo bo'ladi-da ovozmi? Ha. Gapmi. Ya'ni aşı qadar bema'ni o'ynadiganda aql ishlatmay. Ashuni endi shu taqvo deb o'ylagan mollalardan yoki ustozlardan ashunday bir formulani iloqda taqvolikning yuqori darajasi salom. Estağfurullah. O'ziga shunday ta'sirlashtirib olgan ekan. Endi bu o'sha vatandami ozda uch qaytdiq. Ama chet el chiqqandan o'sha muzik sohasida naqsh musiqaga harom deb qaraydigan ta'tir taqvo qarindoshlarimizniki jiq tanbehlarga chiqdik. Hozir qadar kallasida hal bo'lmaganlik o masalalar. Bugungi mana shu temaga aloqador izohatlar bilan inshaalloh bir o'yinib boqishni tavsiya qilamiz. A'la qaraganda bugungi dars mishada ayollashganda qiladi. Boshqa izohatlar yoki to'liqlar bo'lsa, son oxirgi jumlalarni nima ma bu programmani 1 soat atrofida kontrol qilamiz deyishdik. O'zaro ketib qoldi. Şu endi bu Qur'oni Karimdagi yana bir inson bilanmag'idek, inson esida saqlayanmag'idek bir narsa emas. Bu aytib birisi dedik endi hammasi emas bu. Bir qancha misol sifatida, masalan, muzika to'g'riliq bir misol sifatida dedik. Uni qandaq narsalar Qur'oni Karim to'silgan degan vaqtda cheklangan tarafini shunday evatqaniga cheklangan tarafi bizni qoladi. Uni qilsanlar bo'ladi degan ma'no chiqadi. Halol harom, ya'ni yeydigan narsani halol harom masalasi kelgan vaqtdami yirtqich bo'lmagan va nejis bo'lmagan narsani yesanlar bo'ladi degandan qolgan hammasi bizniki nimamiz qoldi. Demak bu Qur'oni Karimdagi ashunday prinsiplarni biz esimizda tutib olishimiz lozim. Buni men o jiq deyman, lekin bu Qur'onniki tarjimasida shuni men shu halol harom to'g'riliq shu prinsip o'tirib qo'yilgan deb maqsad mandaq ya aslini sizib ashuning o'zini bir yer insonlar kallasida saqlab olsin shuni deb undaq tarjim qilolmaganda. Qilolmaganligi uchun insonlarimizga shu bir qism ash sohadagi narsalar eg'ir bo'layotgan yerlari bor. İnşallah onun bir kuch chiqargan bir vaqt bo'ldi. Ammo Qur'oni Karim orqali masalani hal qilolmaslik degan narsa bu gap bak sat gap bo'lib hisoblandi. Hech qanday bir masala Qur'oni Karim orqali hal bo'lmaydi, hal bo'lmay qolmaydi. Yani Qur'oni Karimda bütün masalalarni hal qilish prinsiplari o'tirib qo'yilgan. Yani bu nayt oddiy. Mesela insan şundan toq tutulurken nurgun halkıma Avrupa'da aşında söret arkalık bir narsa düşendirgen bir nemisi nayet yaxşı o. Aşını köz diyen vaxtda Qur'oni Karim'de aşı köz degendeki közniki kürüş xususiyeti var. Bu qandaq narsa, qandaq qaraşqı boldu, qandaq qarası bolmaydı. Degendeki Qur'oni Karim'de aniqli yazıqlıq. Birisi qarğan vaqtda yomon niyatni qarma deylikdi. Biz uni tutib ololmag'idek bir narsa emas, misolda. Misol, aloqalarimiz o'zi bilan o'zi assalomu alaykum deyishib qolsak, hech qanday problem yo'q-ku. Lekin ayoli, qizlari bir yer uchrab qolsa, "Voy, assalomu alaykum, qandaq ahvollari, andaq mandaq, ayoli o'smi? Voy, og'inimiz qandaq turyapti?" deb salomlashib, mandaq bir salom deb qo'ysalar, deymiz-ku qoida bo'yicha. Bu da bir adetli bir insani bir ahlak bu. Demek bu yerki nersini bu diye vaqtda bir ayolga şunda qarğa vaqtida o ayolni shu shunda iyaplekin bir üzümni ağzına salganda sevildigan bir narsa emas-ku. İkinci bir taraftan onun onda qarğa vaqtda qarğan odammi odam bo'lish lozim yani. Qarğa vaqtda uni odamdek qarab, ham bir qarindishim qaravatimi? Buni salom qilish vazifam bor. Abi assalomu alaykum, qandaq ahvollar dey. Yoki bir ko'tarolmay qolgan narsa olsa ko'tarib uyga yeniq olib qo'ydigan ishlar bo'ladi hozirgi vaqtda misol. Bu bir insoniy axloq odatda. Uni olib berganliklar butun hamma ish bitib ketgan bo'lmaydi. Buni insondek tushungan vaqtida
Hem neyse normal bir insani ahlak olmalı bu dünyanın işleri. Şunun için elki biz mayli gap sözler olsun yoki bir anlaydigan narsalar olsun, bayaq müzik to'g'rida gapirdik-ku, mesela anlaydigan narsalar. Undaq narsalar olsun, so'zlaydigan narsalar olsun, yeydigan narsalar olsun, arqılık qildigan muomalalar olsun, Qur'oni Karimda shu haqda ko'rsatilgan bayonlar bor. Mana mandaq sohada ish qilsang bo'ldi, mana ma shart asosida qilsang bo'ldi degan prinsipni o'tirib qo'yib qo'ygan. Shu prinsip bo'yicha ish qilsaqlar, biz hech qanday o'zi xatolashmaymiz. Gap qilishda hattoki Alloh taolo bizga shu prinsipni qo'yib qo'ygan. Gap qilsamiz, haqni so'zlar deylik. Haqni so'zlar, ya'ni shu bulvaqqa amaliy ishni so'zlar. Yolg'on gapga o'zingni o'rgatmasan. Boshqalarni aldargan ishlarni qilma. Haqni so'zlar. Mayli atrofingdagi odam ishonsin, u sening ishing emas. Sening qildigan ishing nima? Haqni so'zlash. Shuning uchun biz shu prinsiplarni Qur'oni Karimda o'qigan vaqtida yaxshi o'zi ko'rsak, yaxshi o'rgansak, undan keyin jamiyat chiqqan vaqtda bunday bir ishni ko'rgan vaqtda ha Qur'ondagi ma prinsip asosan bu mandaq bo'ladi yoki bo'lmaydi deb o'zimiz shuni o'zini nihoyat yaxshi nima qila olamiz, masalan tushunib olaymiz, ham atrofimizga insonlarga tushuntirib, uni foyda yetkaza olamiz. Shuning uchun qarindoshlarimizniki Qur'onni o'qigan vaqtim astoydil o'qishi, uningdagi hikoya qismiga ahamiyat berib ketmay, uni prinsip tarafiga jiq ahamiyat bersak bo'ladi. Va oxir davona alhamdulillah. Bo'ldi, ko'p rahmat. Hüküm chiqarish uchun Qur'ondagi prinsiplarni va yuz bergan voqealiklarning xarakterini, mohiyatini tushunish kerak ekan degan xulosaga keldim men. Albatta. Bundan sarmag'ayla aldığımız fursatda tekrar görüşemiz. İnşallah. Aldığımızdaki dersin özümü dindeki iman, İslam ve şeriat degan şu kısımlarını nima qilib, buniki asas dindeki, Qur'oni Karimdagi eng asas qilgan tarafi nimalar degan mavzu ustida shu soat to'xtalamiz inshaalloh. Balkim bu 3 ders bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Shuningga iman ve imanniki biz insonlarga keltirgan foydalar nima maqsad qilindi uningga degan to'g'riliq nihoyat jiqroq gap ketadi. Shuningga shu oldimizda ders shu soat bo'ladi. Xudoyim bo'lsa bo'ldi. Men uzatib o'tdim. Ma'qul. Aman bo'lsizlar. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Ma'qul. Muhterem qarindoshlar, bugun program bu yerga qadar bo'ldi. Yani ustozimki darsdan xulosalashga bo'ladiki, Qur'oni Karimdagi prinsiplarni, masalaning mohiyati, xarakteri, darajasi qatorliqlarni yaxshi o'rganganda, andan keyin to'g'ri bir hukmga erisha oladiganimizni xulosalash mumkin. Qolgan aql egalari texmo so'zligichidan bekrak so'zlamoqchi bo'lganlarni qo'shib tushunadigan do'stlar texmo bekrak manfaat ola oladi. Zamanlar inson shunga butun kamolati bilan, tamomi bilan tushuntirib bo'lish imkoniyatimiz yo'q. Kim qolganini to'liqlaydigan, xato ketgan yerini to'g'rilaydigan do'stlarimizdan inkas rayoniga va yoki bizga aloqador uchur aloqasi bilan bizga yetkazib qo'ysa, inshaalloh tuzishtirishimiz, to'liqlashtirishimiz. Manfaatlik odam bo'lish uchun shu g'oyadan ketayotganligimiz uchun albatta xalqimiz manfaatlansin deb kuchayapmiz. Shunga do'stlarning bu masalada assidor bo'lib qolishini umid qilamiz inshaalloh. Aman bo'linglar, oldimiz programda ko'rishaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.